Yana qizmi? Katta qiz bo'l. Men Munira. Men Zilola. Men ismim Makila. Men ismim O'g'ilay. Yoshim 17 da. Orzuyim o'qishga kirish. Qizim, turmushga chiqasan. Hali voyaga yetmadim-ku, oyijon. Kuyovnikida yetasan. Men o'qishim kerak, oyi. Kuyovni o'zi o'qitarmish. Oila qurishga hali tayyor emasman. Nega tushunmaysan? Kuyov yaxshi joydan. Tegmasang keyin bunaqasi chiqmaydi. Hozir tegmasang, keyin qari qiz bo'lib qolasan. Orzularim ko'p. Kelinni o'zimiz o'qitamiz. Turmushga chiqish bu baxt qizim. Ayol kishi er bilan, er bo'lmasa yer bilan. To'yingni ko'rsam, armonim yo'q edi. Shu bola baxtli qiladi seni. Kelinlik muborak qizim. Baxtli bo'l qizim. Kelin, ovqatingiz pishdimi? Bo'lmoqlari. Choy olib kel. Paypog'im qani? Ayol kishiga o'qishni kim qo'yadi? Baribir uyda o'tiradi. Yoshlikda tug'ib oling. Qoshingni terma. Ayol kishini joyi oshxonada. Upa surmaysan. Erni boshidan suv o'girib ichish kerak. Sochingni kesmagan demaganmidi? Kelin, bolaga qarang. Erkak kishi oshqozoni bilan yaxshi ko'radi. Seni hech qachon yaxshi ko'rmaganman. Men opayim bo'laman. Ayol kishini joni qirqda bo'ladi. Siz aytgan baxt shumidi, oyi? Chida qizim, chida. Alloh, qizim, tug'ilgan kuningda nima olib boray? Va'da qilingan baxtni